Do'stlar, pagodaga necha baho? Xudo xolasa mana ishimizni yarim qismini bitdik. Xudo xolasa bu tomoni qolyapti. Ertaga pagodamiz yaxshi bo'lib tursa, bu tomonni quyib ishimiz tugaydi xudo xolasa. Do'stim, endi usta roziga qayerga boramiz? Xudo xolasa kuzatib boringlar. Usta roziga o'zimizda tepadagi tog'imizga piknikka chiqamiz. Tog'dan ham video jarayonlarini sizlarga ko'rsatib boramiz. Videoda xato va kamchiliklar bo'lsa, albatta oldindan uzr so'raymiz. Videoga bir dona like bosib o'tib ketasizlar, biz xursand bo'lardik. Aytgancha like'larimiz bepul. Oldingi videolarimizda ko'rsatib borganimizdek, gazoblokdan uy qurish jarayonlari почти nihoyasiga yetib qoldi. Hozir seysmopoyez quyish jarayonida yarim tomonni quyib bitdik. Xudo xolasa ertaga inshaalloh bu tomonni ham quyib bitsak, o'sha obyektimiz bitadi. Xo'p, bu obyektimiz 13 ga eni 11. Shunaqamidi usta aka? 13 ga 11 midi eni? 13 ga 11. Ushbu obyektimizga 1400 ta gazoblok ketdi. 1400 ta gazoblok. Ikkita 6 metrlikdan va bu tomonimiz ham 6 metrlik uy. Bu tomonimiz 2 ga 3,5 dush tushyapti. Bu tomonimiz 4 ga 3,5 oshxonamiz. Mana shu holatga kelguncha 1400 ta gazoblok ketdi. Xo'p, armaturalar 3 qator mana qilib tashlab yuborganmiz. Endi bu negativ bildirmaysizlar degan umiddamiz. Endi xazoyin uyda egasi qanaqa desa o'sha nimada bo'lyapti. Proyekt bo'yicha 12 lik armaturadan 3 qator to'qib yuborganmiz mana. Xo'p, 500 metr armaturamiz ketyapti shu obyektimizga. Xo'p, общий hisobda 1400 ta gazoblok. Gazoblokning narxi 17500 so'mdan kilo ichida olib kelib berishgan. Shu hisobda o'zlaring hisob-kitoblarda o'zlaring bemalol chiqarib olasizlar. Endi usta puliga kelsak, endi usta puli hamma rayonlarda, hamma shahar, viloyatlarda har xil bo'ladi. Biz endi bag'i o'zimizning mahalladosh, o'zimiz do'stimiz bo'lgani uchun narx-navolar endi sekret. Beton quyish jarayonlariga kelsak, 2 kamas shag'al, ikkinchi kamazni olib kelishdi mana. Bir kamazimizdan shu ozgina yarim tomoniga yetmay qoldi. Endi bir kamaz yana to'ktirdik. Общий hisobda 2 kamas shag'al. Bu общий 2 kamas shag'al hammasi ketmaydi, ozgina ortib qoladi. 2 kamas shag'al. Xo'p, 1,5 tonna-yu, plus yana 1,5 tonna, 3 tonna sementimiz ketyapti. Xudo xolasa sementimiz ham yetib qoladi. 13 ga 11 obyektimizga mana 1400 ta gazoblok, 3 tonna sement, 2 kamas shag'al. Videoda xato va kamchiliklar bo'lsa, albatta oldindan uzr so'raymiz. Mehnatimizga bir dona like bosib qo'yasizlar, kommentariyaga fikrlaringizni qoldirib qo'yinglar. Bizni 90% odamlar o'sha obuna bo'lmasdan kuzatar ekan, obuna tugmasini bosib qo'yinglar. Xudo xolasa mana qo'shni tomonidan ham ustalarimiz naves qilishyapti, mana ko'rib turganlaringdek. Xudo xolasa naves qilish jarayonlarini ham sizlarga video qilib, batafsil sizlarga yoritib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.